Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi obunachilarimiz hamda bizni obuna bo'lmasdan rekomendatsiyaga tushib qolganda shunchaki kuzatib qo'yadiganlar. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, chunki foydali videolarni o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi videomizda ko'rib turganingizdek Lacetti, legendarniy Lacettida Pro 6 koreyskiy versiyasi avtomat korobka. Juda ko'p bu ham so'ralgan mavzu, bilasizlar, juda ko'p so'ralgan. Odatda ko'p qo'yardik-ku, lekin obzorlarini olmagan ekanmiz. Endi sizlar uchun foydali video bo'lishlik maqsadida gazlarini qo'yib, propallarini, ya'ni mashinani o'ziga xos ravishda hamma yo'g'ini to'g'rilab, parametriga to'g'ri keladiganlarni qo'yib turib, gazni sinayapmiz. Odatda bilasizlar, Pro 6 koreyskiylar xoh 3-pokoleniya bo'lsin, xoh 4-pokoleniya bo'lsin, juda ko'p holatlarda 3 holat edi. Endi bunga Yevropa gazida yechim qilganmiz va mana gazda yurib sinab kelyapmiz. Mashinamiz mana hozir istalgan svetoforga to'xtayotgan payti. Tabiiy holatda videoda o'chirmasdan qo'yaman. Mashina mana da turibdi. Svetoforga kelayotganda ham odatda bular o'chib qoladi. Edi, juda ko'p. Lekin mana bu hozir o'chgani yo'q. Blokimiz Basigo 24/4 blok upravleniya Yevropa gazining eng ommalashgan bunaqa modellarga to'g'ri keladigan bloki hisoblanadi. Mana mashina hozir sinab 60 yaqinroq qilaman, 70, 80. Mashina go'zal holatda tortyapti. Avtomat bo'lishiga qaramasdan. Mashina qalay yurishi? Yaxshi. Qiynalmasdan yaxshi yuryaptimi? O'sha gap akada, mashinani o'ziga xos ravishda, parametriga mos ravishda hamma narsasini qo'yadigan bo'lsangiz va chiroyli to'g'ri nastroyga qiladigan bo'lsak, eslatib o'taman. To'g'ri nastroyga qilinadigan bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Xoh u GDI bo'lsin, xoh u MPI bo'lsin, o'ziga xos qilib, bunaqa yurib, kalibrovkalarni to'g'rilaydigan bo'lsa, xudo xolasa, minib yurgan mashinangiz chotki yuradi. Albatta, Yevropa gazida blok upravleniyalarda. Qolganlarini gapirmayman. O'zimni boshimdan o'tkazganligim, ham sinovimdan o'tganligim uchun Yevropa gazida sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Mashina aytganimdek avtomat korobka mana juda chiroyli holatda ketyapti. Bu sizlarga isboti o'laroq video qilib ko'rsatishga harakat qilyapmanki, shaxsan ko'zim bilan ko'rganlarim, juda ko'p savollar berilgan, ligirovkalarga olib kelishgan avtomat korobka Pro 6lar juda ko'p holatda o'chib qolar edi. Tixot sekin tushib ketadi-da, o'chib qolar edi. Mana hozir biz o'zimiz yurib sinadik. Xudoga shukr, hali o'chgani yo'q. Mana hali D da razvorotda turibmiz. Ko'rib turgandek, mashinamiz o'chmagan holatda yuribdi. Buning uchun albatta Yevropa gazining Basigo 24/4 blok upravleniyasi va hamda italyanskiy reduktor, italyanskiy injektorlarini qo'ygandan keyin chiroyli kartalarni chizib, kalibrovkalarni to'g'rilab, kerak bo'lsa erinmasdan yurib to'g'rilanadigan bo'lsa, xudo xolasa, zo'r kilometrlari ham va chiroyli suratda siltimasdan, o'chmasdan yurib beradi degan umiddaman. Sizlar guvohliginglarda xudo xolasa bu mashinani sinab ham ulgurib bo'ldik. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha sizlarga Gazprom servisida doim tavsiya qilamiz. O'zimizning xizmatlarni, ya'ni. Chunki 1 yil kafolatimiz hamda 1 yil servis xizmatimiz bepul bo'ladi. Qo'yilgan zapchaslarimizni garantiyamiz ham 12 ta viloyatda amal qiladi. Har bitta Yevropa gazida o'zining rasmiy dilerlik markazlarida sizlarga servis xizmati ko'rsatadi. Albatta Yevropa gazida pulini qo'ydirganingizdan keyin. Sizning xizmatlar bo'yicha nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishinglar mumkin bo'ladi. Biz bo'lsa davom etdik.